Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana akamiz mana Farg'ona tuman Xonqis qishlog'i deyapsiz. Xonqis qishlog'idan kelibdi. Mana ertalabda kelgan. Buni eshiklarni sozlab chiroyli qilib berdik. Bunda sizlarga bitta ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamizni ko'rsatib o'tamiz. Eshiklar bo'ldi, ikkita rels qo'yildi bunga, ikkita rels. Bu relsni yog'lamay yursa ochilib ketyapti o'rtalar. Shuni bilib olinglar-da. Odamlar noto'g'ri tushuncha bo'lyapti. Yog'lasa yirtilib ketadi. Yo'q, bu zavod ham yog'laydi buni. Yog'li yursa bu yirtilmaydi, ochilmaydi. Sal nisbatan uzoqroq qaytadi. Abadiy narsa yo'q, hamma narsa ham tugaydi-yu. Uzoqroq xizmat qiladi yog'lay yursa. Buni pastini ham, tepasini ham yog'lash kerak. Bu yerda tepada ham kerak bor. Shuni bilinglar, mana yaqinroq ko'rsating. Buni pastida ham, tepasiga ham surkaydigan joyi bor. Shu yog'lab surkayversa, eshikni ochib turib har joylarni yog'laydi mana. Relsimda bu tomonga qayrilib o'tgan mana. Mana shu yerlarda ham tepasini ham, pastini ham yog'lash kerak. Mana aytamiz shu pastini ham, tepasini ham yog'lanadi, ikkalasi ham. Tepa tomoni mana bu yog'lanadi. Yopilishlari mana xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Endi buni sizlarga bitta ko'rsatib o'tadigan narsamiz. Mana bu narsani mana ko'pchilik yechib tashlayapti. Buni endi qayta qildirganligini aytmaymiz, uni bilmaymiz. Buni biz qo'ydik mana, naborat. Bu yechiladigan bo'lsa, meni kichkina shogirdim ham qilaveradi bu ishni. Buni yechib tashlasa, har qanday odam uy sharoitida qilib qo'ysa bo'laveradi. Bu yechilmasligi kerak, bu joyda turishi kerak. Biz u yechilgan narsani qaytadan joyga qo'yganmiz. Hozir bo'ldi mana. O'shasi bo'lsa ham chiroyli yopilyapti. Shuning uchun bunisini yechmanglar, iltimos sizlardan. Ana shu yechilgan bo'lsa, qayta joyiga qo'yishga harakat qilinglar. Bu ushlab turadigan yaxshi yuradi deb qo'yibsiz. O'z zavod bekorga qo'ymagan bu. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Manzilamiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Paxta qishlog'ida turamiz. Telefonlarimiz 90lik 632 8123, 99lik 632 8123. Ko'rishguncha mana shu mashinalarimiz mana bunday xudo xolasa sotiladigan mashina tayyorlanyapti. Mana poliklarni qo'yib yangi qilib, ichini o'zi 24-25. Mana bu mashinamiz mana hozir svetni yoqaylik desak, svet o'chib qoldi. Keramika qilyapmiz. Keramika xizmatlarimiz ham bor mana shu jentramiz xudo xolasa polirovkasini birinchi sloyini tugatdik. Endi yana ikkinchi, uchinchi etaplarni qilib, orqasidan keramikasini sotib beramiz. Chiroyli shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol murojaat qilinglar. Telefonlarimizni aytdik. Avariya mashina olamiz va sotamiz. Telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar.